Qizlar, bilasizlarmi, bugun sizlar uchun nima tayyorladim? Ajoyib maska. Yuzingizni oqartiradi, namlantiradi, ajinlarni silliq qilishga yordam beradi. Albatta buni qiling. Buning uchun bizga kartoshkani kraxmali kerak bo'ladi. Mana 1 choy qoshiq kartoshkani kraxmali. Bunga ozgina suv solamiz. Oddiy suv. Aralashtiramiz. Albatta описаниyaning tagida retseptni to'liq qoldiraman. Mana qarang. Kraxmal bilan suvni o'zi. Endi bunga hamma aptekalarda bor kastorova yog', qizlar qimmatdan turmaydi. Mana shuni qo'shamiz. Mana choy qoshig'im juda kichkina, ikkita qo'shamiz bundan. Aralashtiramiz va bizani yoshartiruvchi bu belini tuxumdan qo'shamiz. Iloji boricha ko'proq sarig'i tushsin, oqini solmasangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Endi buni hammasini aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib olasiz. Endi bu maskamizni yuzimizga suramiz. Kistochka yordamida yuzingizga surasiz. Qotadi, kulmang, gapirmang. Iloji boricha bunaqa maskalar qilganingizda kulmaslik kerak. Iloji boricha yoting, mazza qilib muzika eshiting. Qotgandan keyin turib yana bir qavatini surasiz. Yana 20 minutlar turadi, yana qotadi, qotgandan keyin yana bir qavat suring. Bor yo'g'i 3 marotaba bajarasiz va hammasi qotgandan keyin iliq suvda yuvib tashlaysiz. Albatta qilib ko'ring va natijasini kommentariyada yozing. Men kutaman.